sun'iy intellektning dasturiy ta'minoti ekani, lekin o'rganish qobiliyatiga ega maxsus turi ekanligini tushunib oldik. Xo'sh, sun'iy intellekt qanday qilib o'rganadi? U ma'lumotlardan o'rganadi. Xuddi o'sishi va takomillashishi uchun ozuqaga ehtiyoji yuqori bo'lgan inson miyasi singari sun'iy intellekt ham yanada aniqroq ishlashi va aqlliroq bo'lishi uchun ma'lumotlarga doimo tashna. Ammo hamma ma'lumotlar ham foydali emas. Sun'iy intellektni o'qitish, o'rgatish uchun axborotlardan foydalanishdan oldin biz ularni ma'lumotlarni tozalash, data cleaning deb nomlanuvchi bosqichda tayyorlaymiz, tozalashni o'rgatamiz. Ma'lumotlarni tozalash dastavval betartib, ishonchsiz va chala axborotlarni qayta ishlash deganidir. Bu jarayon ushbu ma'lumotlarni sun'iy intellekt modellarini o'qitishda foydalanish uchun yaroqli holatga keltirish maqsadini ko'zlaydi. Ularni tartibga soladi va formatlaydi.